Eng arzonda sizlar uchun arzon narxda Malibu 2 XL 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Holati juda ham zo'r, mashina bor yo'g'i 17,000 kilometr masofani bosib o'tgan. Ikkita krilosi, kapoti, faralari broni plyonka qilingan, shumka, krugovый tonirovka, patoloklarini alcantaralar ham qildirib qo'yishgan ekan. Original materialdan qildirganman deb aytishdi. Yaqinda gaz qo'ydirishgan ekan. Propan gaz $1000 ga qo'ydirdim deb aytishdi. Salon holatlari zo'r. XL abdufabagreflar bor. 17,000 kilometr masofani bosib o'tgan. Holati vobshe timnu, qiriladigan joylar hamma yo'q laminatsiyada turibdi. Balonlari ham yaxshi sostenida. Kraskasi bitta dona kriloda bor ekan. Uni ham ichiga o'tmagan ekan. O'sha tumshug'ida bo'lgan ekan. O'shanga butun qilib septirishgan. Ikkita krilo, kapot broni plyоnkada turibdi. Holati zo'r. Mashitda kichkina miatina chiqarilgan joyi bor, bo'ldi. Qolgan hamma joyi idealniy. 2023 полный наворот, 17,000 yurgan, eng arzonida 23,600 bosib yuboringlar.